Biz an'anaviy san'at turlariga ko'nikib qolganmiz. Holbuki zamon o'zgarishi bilan san'at turlari va ularni yaratish uslublari ham yangilanib bormoqda. Farg'onalik san'atkor G'iyos Boltayev nomi mamlakat tasviriy san'at va haykaltaroshlik olamida tez tanildi. Uning moybuyoqda chizgan peyzaj va portretlari ilgari ilg'ab olinmagan chizgilar bilan mutaxassis va san'at muxlislarini o'ziga tortdi. Men ko'proq tasvir san'atda ayollar obrazini ishlashni yaxshi ko'raman. Masalan, tarixiy momolarimiz, buvilarimiz portretlari va uni zamonaviy yo'nalish qilib abstraksiya yo'nalishlarda ishlayman. Ko'proq ko'rishingiz mumkin, bitta Bibixonim portreti, Nodira begim, Uvaysi portretlari. Rassom har bir asarda qahramoni haqida hikoya qilibgina qolmaydi. U bilan, uning fikr-o'yi bilan yashaydi. Qahramoni dunyoqarashini o'ziga xos tasodifiy chizgilarda izohlashga harakat qiladi. 2-3 kunlab ham uxlamasdim. Rasm chizib o'tirardim. O'sha rasm chizmagungacha yo tushlarga kirib chiqardi. Uyg'onib ketib, yana uyg'onib turib rasm chizar edim. Haykaltaroshlik ham keyinchalik o'zimni muhabbatimga aylanib qoldi. Va bunda ham yana ijodiy ishlar qilib, bu bilan ham yashayapman endi hozirgi kunda. Hamisha faromush yurgan insonni uchratganda, ha, u ijodkor bo'lsa kerak-da deymiz. G'iyosjon ham shunday. Yaqinda u rassomlik bilan birga yana bir zamonaviy ijod turi, metal haykaltaroshligiga o'zini baxsh etdi. Yoshligimdan juda ko'p robotlar, mashinalar, kombaynlar harakatlanadigan darajada yasardim. Ki o'sha qiziqishim hozirda davom etyapti. Mana hozir metallardan haykallar ishlayapman. Bular hozir forma ustida ishlayapman, formasini chiqarish ustida. Keyinchalik men bularni harakatlantirish, zamonaviy bir robototexnika yo'nalishida olib ketish maqsadim bor. Uning temir-tersak, turli detal chiqitlardan yasagan haykallari yaqinda mamlakat ko'rigida mukofotga loyiq ko'rildi. Lekin bu boshlanishi, chunki mutaxassislarning fikricha, u noyob iste'dod egasi. Как художник-живописец, он тоже очень интересный, потому что Rassom va haykaltarosh G'iyos Boltayev ayniqsa abstrakt va avangard yo'nalishda juda iqtidorli. Masalan, orqamdagi suratda yong'in tasvirlangan bo'lsa-da, u vatanni yo'qotish, oiladan ajralish kabi falsafiy ma'nolarni beradi. Biz kelgusida undan yetuk san'atkor chiqishiga ishonamiz. Надеемся, что у него будут очень интересные в дальнейшем работы, творческие встречи и желаем ему больших успехов. G'iyos Boltayevni yaratgan yana bir jihatdan mukofotlagan. Uni turmush o'rtog'i Malika Boltayeva ham taniqli rassom. Bir qator ko'rgazmalar tashkil etgan san'atkor. Buni qarangki, ularning 2 qizlari ham ota-ona izdan borayotgan tasviriy san'at ustalaridir. Hayotda ikkalamiz ijodkor sifatida ham maslahatlashamiz albatta. Ijodlarida mana shu kamchiliklaringiz bor desam, albatta o'shani to'g'rilaylar. Menga ham xuddi shunday o'qituvchi sifatida, ijodkor sifatida maslahat beradilar. Shu ranglarni noto'g'ri topdingiz-da deydilar. Va bunga amal qilaman va ularning aytganlarini qilib, rangimni o'zgartirib, shuni to'g'rilashga harakat qilaman. Farg'onalik rassom haykaltarosh Boltayevlar oilasi a'zolarining ijod mahsulotlari xorijiy ko'rgazma zallariga yo'l oldi.